Assalomu alaykum. Ayni damda bizlar Surxondaryo viloyati Denov tumani bilan Oltisoy o'rralig'idagi yo'lda turibmiz. Mana ki Denov tumani logos turibdi. Mana yo'lni endi ahvolini qarang-da. Yo'l endi вообще shunchalik titilib ketgan borku, ta'riflashga til ojiz, ta'riflashga til ojiz. Endi bu yo'lni men endi bilishimcha yo'lga ko'p yuramiz. Mana ki bu Oltisoyniki mana. Oltisoy chegarasi mana. Olmazor mahalla fuqarolar yig'iniga hududga kirish joyida turibmiz. Mana ki endi yo'lni ahvolini qarang. Mana buyog'i mana endi Denovning hududi. Mana ki mana endi yo'lni qarang, yo'lni qarang. Yo'l shunchalik hamin qadarki mana sakrab o'tadi mashinalar yo'q-ku. Bu yo'l eng zo'r mashinani ham borku, hadoyni kalaska qilib beradida. Men nima demoqchimanki, mas'ullarga mana shu Denov bilan Oltisoy o'raliq yo'lni bir kim bo'lsa ham qilish kerak-da. Buni bir bo'lib o'nglar. Oltisoy tumani bizga qaramaydi desa, Denov tumani bizga qaramaydi desa, bu yo'l shunday bo'lib abg'ir holda yotaveradimi? Men esimni bilganimdan beri mana shu yo'l shu ahvoli. Bu nima ahvoli? Bechora haydovchilar benzin solig'idan yo'l solig'i to'lasa, metanga ham to'laydi yo'l solig'i, kapanga ham to'laydi yo'l solig'i. Mashin sotib olsa, yo'l aks solig'i bor. Shuncha yo'lga to'lanadigan solig'lar qayerga ketyapti? Bir parcha joyini qila olmasak bizlar. Bu nima ahvoli? Buni qaranglar. Bu yo'lni ko'rgan borku, maymunlar yig'laydi borku o'tirib, maymunlar. Endi aholini huquqiy savodxonligi endi hamin qadar degan maqsadda bunday qilib yo'l tutisham to'g'ri kelmaydi o'rtoqlar. Xudo xayrlaringni bersin. Bu yo'lga bir mas'ullar o'zlaringiz e'tibor qaratib, mana shu yo'lni bir ta'mirlash choralarini ko'ringlar. E'tibor qaratganlaringiz uchun barchaga rahmat.